hammani topib qolgan gapi ishlamaysan to'g'ri. Kim oladi hozir mana shu yoshimda ishga? Mayli opa, men ishga ketdim. Sizlar yaxshi o'tiringlar. Yo'q, rahmat, ishga borishim kerak. Hech kim tushunmaydi. Shu yoshimda nima arava tortaymiz. Menga bunaqa ishlar to'g'ri kelmasa, o'zing bilasan. Jonim deydi hammasi. Ishlamaydigan bo'lsang bor-ku, xotiningni aka. Senga kim pul beradi? Arog'ingga beradimi? Yeb ishtingga. Olib kelganda bo'ldi, ro'zg'oringni qilsa. Sen uning ro'zg'or shu tervatyapti. Olib xotiningni bo'ldi, orcha gap kerak emas. Opajon, bo'ldimi? Ketmoqchi emasmisiz? Tuppa-tuz bolangizni yetim qilmoqchimisiz? Ha, bir eringiz bilan yarashish niyatingiz yo'qmi? Bilmasam, nima qilishga hayronman. Turmush bo'lgandan keyin shunaqa narsalar ham bo'lib turadi-da. Shu desangiz, men kechasi yaxshi uxlay olmagandim. Idishlarni ham o'zingiz yuvib qo'yarsiz onda. Xo'p. Siz bugun uydagilar mehmon kelishmoqchi edi. Bilasiz, o'z uyimiz kichkinagina. Shuning uchun iloji bo'lsa o'g'lingiz bilan ko'chaga chiqib tursangiz, ular ketishi bilan o'zim xabar beraman.